Assalomu alaykum. Yangi injig'ini qilib qo'ydik akalar. Har doim yaxshi kontent qilardi. Bu safargi undan ham yaxshi. Xo'p, yangi miyamiz kelgan. Bu Xitoydagidan bas o'zimiz keltiryapmiz. Chiroyli holatda. 3 xil datchisi bor. Harorat sezadi, shinekni sezadi, demoqdan chiqadigan issiqlik sezadi. Bonkada ko'mir oz qolyapti, telefonga sirot xabari keladi hammasini. Telefon orqali, Telegram orqali, bot orqali hammasini ko'rib turasiz. Kapitda nima o'zgarish bo'lyapti, nima kamchiligi bor. 2 xil motorga ulanadi, reversi bor. Tungi rejimlari ham bor. Masalan, kunduzgi rejimda olib qo'ysangiz, rasxodingiz kamroq bo'ladi. Nochniga olib qo'ysangiz, harorat ko'tarib olasiz. Xohlagan kategoriyasiga moslab chiroyli qilib beriladi. Orqalari ham zavodskiy holatda qilingan mana. Xohlagan motorga tushadi mana. Sirkulyatsiyaga ham bor. 40 gradusdan oshib ketsa, oshsa keyin nafs ishlaydi. Dasturlar zavodskiy holatda chiroyli ulanadi. Bu videoda shunaqa katalcha yoki shunaqa miya qo'ydiraman degan o'rtalarni jo'natib bersalar manfaatli bo'ladi. Chiroyli holatda qilingan. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'lasizlar.